Assalomu alaykum akalar. Bir amallab tormozni bosib olishga uspet qildi, lekin akalar sizlar bilan biz hech qanaqa tormoz bosmasdan dalishni davom ettiramiz. Biz yengillik qilishda to'xtamaymiz. Yana bitta yangi proyekt bizdan aka, ustalarimiz uchun maxsus akalar. Bu proyektimizni nomini hali belgilamadik. Uni sizlarga qoldiramiz. Kommentda nima deb nomlashimizni yozib qoldiringlar akalar. Bu proyektimiz qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, nimaga asoslangan qiziqmi videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana yangi proyektni jajonga tegdilarini deyishga shoshilmanglar akalar. Biz ham shu sohada ekanmiz. Shu sohani hatto bir pog'ona bo'lsa ham balandroq ko'tarishga oldimizga maqsad qilganmiz. O'shaning uchun biz ham yangi proyektlar qilishdan to'xtamaymiz. Bu safargi proyektimiz boshqacha bo'ladi. Oldinlari santexnik deganda bitta yarimtaga kelib ishlab ketadigan rus amakilarni tushunardik. Hozirda santexnika sohasi matematika, fizika, injeneriyaga asoslangan san'at darajasidagi kasbga aylanib bormoqda. Buni yaqqol misolini qilinayotgan ishlardan ko'rasizlar. Ya mana gapimizning isboti akamizdan o'zlari kelib qoldilar. Keling. Santexnik akalarimizdan mana hozirgi urovingdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz tinchmisiz? Yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Biz hozir qayerdamiz? Parkinskiy. Yangi obyektimiz. Ha, yangi obyektimiz. Bitta ko'rsatasiz, aka. Keyin nima bo'lyapti, nima qilyapti, men sizga keyin tushuntirib beraman. Ko'ringlar. Aka, uchastkani ham boplab qo'yishibdi. Necha kvadratli joy bu? 450 kvadratli joy. 450 kvadratli joy. Xo'p, bu yerda qanaqa sistema bo'yicha istilyapti bu yer? Hamma yo tupli pol bo'yicha istilyapti. Tupli pol, radiatorlar ham. Bu klient xohishmi yo o'zingiz qaror qildingizmi, aka? Klient xohishi. Hozir biz mana uyimizning yuragi bo'lgan kotelniga tushdik. O'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar kotelnigimizga. Videoni shu joyda to'xtatib turib, kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab keting, kotelnigimiz qanaqa chiqdi. Okey. Xo'p, bu yerda nima ishlar qildingiz? Aka, bitta bir oz gapirib ketsangiz. Bo'ldi, mana ishnovator qo'yilgan metallski RBMniki va avtopapit. Hammasi qonun qoidasi bilan bo'lgan deysiz-da. Xo'p, bu yoqqa ikkita 35 talik kotol berganmiz. Vilo nasoslarini berganmiz. RBM dislomatorlari nomer 1 hisoblanadi. Xo'p, undan keyin bu yog'i polli metaloplastda tortib ketgansiz, press, to'g'rimi? Xo'p, keyin yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik joyda uchraydimi yo'q bilmayman, lekin bizda bor bu narsa. Standart kranlarimiz. Qolgan kranlarni ko'rsanglar, bizda ikki xili bor. Oddiysi bor, standart deyiladi. Yana bitta shunaqa variantimiz bor. Buni ko'rinishni ko'ryapsizlar, baqvatroq, ichi kattaroq bo'ladi, sujenasi kam bo'ladi. Bu yoqqa ham shu kranlardan berganmiz. Xo'p, bu yoq tarafimizda nima bor? Boilerimiz turibdi. Radiant boilerimiz 300 litrli adashmasam. 300 litrli bitta zmeykaliga. Bitta zmeykali qo'yganmiz. Solnechniy batareyalardan foydalanilmagan. Ichkarida nima bor aka? Ichkarida filtr yo'nqislar bor. Ha, yo'nqislar ham qilganmiz bu yoqni. Nega yo'q? Bu taraflar ikkita 500 talikdan qo'ygan shekilli menimcha 8 ekan bu. 8 dan ikkita qo'yilgan. Mana filtrlarimiz ham turibdi bu yoqda. Grubiy achistkaga. Hammasi chotki. Dizaynga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Qanaqa chiqqanini. Xo'p, magnitli klapan gazli analizatorlarimiz ham joyida qo'yilgan. Kotelningiz tegidek oq toshlarga necha endi? Ha, drenajli nasoslar ham qo'yib qo'yamiz. Bu narsa nimaga aka? Bu har ehtimolga qarshi suv toshsa nimadir bo'lsa, avariyaga qo'yilgan. Ha, suv toshsa o'zi avtomatik ishlaydi, to'g'rimi? Xo'p, bu yoq tarafimizda stabilizatorlarimiz hammasi tashqi shit orqali boshqariladimi aka? Ha, shu shit orqali. Hozir kotelimiz ishlamayapti, chunki kunlar isib ketgan o'sha. Bu qishda ishladi, bu menimcha. Qishda ishlardi. Hech qanaqa muammo bo'lmadimi? Zo'rmi? Zo'r. Uy egasi eng muhimi, uy egasi ham biz yaxshi taniymiz, aka xursandlar. Ularga ham rosa yoqdi. Bizlarni ko'rib turgan santexnik akalarga murojaatimiz, agar sizlar ham ishinglar mana shunaqa zo'r bo'lgan bo'lsa, o'zingizlar ham zo'r ustaman deb bilsanglar, bizga qo'ng'iroq qilinglar yoki pastdagi kommentariyaga yozinglar. Biz boramiz, sizlarning obyektinglarni ko'ramiz, unga baholaymiz. Sizlar ham shu turnirimizda qatnashsanglar bo'ladi bemalol. Imenda bizani mahsulotlar ishlatilgan bo'lishi shart emas. Biz sizlarni tanishgan bo'lishimiz shart emas. Umuman buni ahamiyati yo'q.
bizga telefon qilinglar. Sizlarga bizning mahsulotni ishlatganlardan qanaqa foyda deysizlarmi? Bizning mahsulotdan hatto bir donasini ishlatgan santexnik akalarimizga Ekoterm jamoasidan yana qo'shimcha 1 ball taqdim etiladi. Hammanglarga rahmat.